kotyol juda sпрос talab bo'lib kuchayib ketdi. Shuni xarakteristikasini qisqacha mazmunda tushuntirib beraylik. Birinchi eng katta qiziqtirayotgan savol 10 kilovatligi necha kilovat tok tortadi? Xo'p, 10 kilovatli kotyolimiz elektrodniy kotyolimiz bo'ladi. 10 kilovatda 6 kilovat, 5 kilovat potrебляемый tok bo'ladi. Nimadan kelib chiqyapti buni? Sababi bu qizdirgandan keyin o'zi o'chadi, o'zi yonadi. Xo'p, agar uy izolyatsiya bo'lsa, to'g'rimi? Agar izolyatsiyasi 100% to'liq bo'lsa, rashotlar to'g'ri kelsa, ana o'shanda kilovat chiqadi. Ikkinchi savol, texnik xarakteristikasini aytavering. Texnik xarakteristika 10 kilovatli kotyolimiz agarda 50 kvadrat теплый polimiz bo'lsa, значит to'g'ri keladi. Sababi теплый polimiz 1.5 yuradi. 50 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, теплый polimiz 100 kvadratga mo'ljallangan kotyolimiz bo'lishi kerak. Agar batareyka bo'ladigan bo'lsa, registr Aqua Biometalmi 70 ta qovurg'agacha isitadi. Bemalol isitadi. 380 ligini tushuntirib bering. 380 talik, 380 voltli kotyolimiz esa, misol uchun 36 kilovat bo'ladigan bo'lsa, 220-240 kvadrat теплый polimizni bemalol isitadi. Agarda batareykamiz bo'ladigan bo'lsa, где-то bir 210 ta 220 ta qovurg'ani bemalol isitadi. Endi qarang, mana shu siz aytayotgan narsalaringizni hammasini o'yiz qo'yib berasiz, ustanovka qilib berasiz. O'zimiz hammasini chiroyli qilib ustanovka qilib beramiz. Aytgan kilovatingizga oshib ketmaydi. Oshib ketmaydi. Xudo xolasa zo'r chiqadi. Okalar, like bosib o'ragan joyi to'liq ma'lumotni Telegram kanaliga qo'yamiz. Qisqa lo'nda tushuntiramiz hozir. Like bosib obuna bo'lib qo'ysangiz, bunaqa foydali videolarni o'tkazib yuboramiz. Mana kotyol bo'yicha ham qisqacha ma'lumot berib yuboring, bunisini bo'yicha. Xo'p, bu bizda oddiy tenovый kotyol. Bundan farqi bu elektrodniy, bu esa tenovый. Misol uchun, bu 9 kilovatli kotyolimiz